Assalomu alaykum qadrli do'stlar, xabaringiz bor. Joriy yilning 1-aprel kunidan boshlab qoidabuzarliklarni onlayn tartibda aniqlovchi kamera va radarlar tomonidan aniqlangan ba'zi qoidabuzarliklar, ya'ni svetoforning taqiqlovchi chirog'iga bo'ysunmaslik, yo'lning qarama-qarshi bo'lagida harakatlanish, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish, shuningdek tezlik qoidalarini buzish singari qoidabuzarliklar uchun ham jarima ballarini hisoblash tartibi joriy etildi. Endi haydovchilarimizdan yo'l harakat qoidalariga avvalo o'zlarining xavfsizligi, salomatligi qolaversa, jarima ballarini yig'ib haydovchilik huquqidan mahrum bo'lib qolmasliklari uchun ham qat'iy rioya qilishlarini so'ragan bo'lar edik. Bilasiz, ballar 12 baldan oshganda haydovchi haydovchilik huquqidan mahrum etilishi belgilangan. Bunda albatta imtiyozli holatlar ham mavjud. Agar haydovchi 6 oy davomida qoidalarni buzmasa, birinchi qoidabuzarligi uchun hisoblangan jarima ballaridan 2 ball chegirib tashlanishi belgilangan. Qolaversa, 12 oy davomida qoidalarni buzmagan haydovchiga imtiyoz tariqasida keyingi davriylikda birinchi yo'l harakat qoidabuzarliklari uchun birinchi jarima balli chegirib tashlanishi belgilangan. Bugun 22-aprel, agar 1-aprel sanasidan hisoblanganda 22 kun davomida hattoki ba'zi haydovchilar 10 ballgacha yig'ib olgan holatlar ham mavjud. Bilasiz, jarima balli olingandan so'ng uni boshqa haydovchiga qaratish, ko'chirish yoki boshqa uslublarda o'chirishning umuman imkoni mavjud emas. Yagona tartib va qoida esa yo'l harakati qoidalariga rioya qilishdir. Xabarni manfaatli bo'lish uchun haydovchilarga yuborib qo'ying.